Azizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Akbarman. Anadolu shifoxonasida 5,5 yildan beri vakiliman. Rasmiy O'zbekiston, Qozog'iston bo'yicha. Bu Titanic Anadolu shifoxonasi, Titanic otelimiz bilan bitta hovlisimizda otelimiz bor. U to'g'risida qisqa ma'lumotlar berib o'tib ketaman. Bu shifoxona asosiy binosi, bu mehmonxona o'ng qo'limda. Bu tarafda o'rmonzorga qaragan oynalar, Titanicda, o'ng tarafda dengizga qaragan. Hozir xonalarni ham qisqa ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar uchun ma'lumot oson bo'lsin, tushuncha oson bo'lishi uchun maqsad qilingan bu videoni. Hozir hammasini batafsil boshlaymiz gapirishga. Rahmat. Anadolu Titanic Otel'e hoş geldiniz. Reseptionda o'zbekcha gapirmaydi, lekin biz har doim 24 soat xizmatda bor, tarjimonlarimiz bor. Bu reception Anadolu Titanic shifoxonani hovlisida joylashgan mehmonxonamiz. Kiravurishda bu yerda nonushta qiladigan joy. Mana tashqarida o'tiradigan joyda dengiz, tog'lar manzarasi ko'rinadi. Bu tarafda daraxtlar. Odatda bu shifoxonada og'irroq bemorlar, больницаga yaqin joylashishga xohlagan bemorlar, operatsiyadagi holatda uzoq mehmonxonaga ketib qolmaydigan bemorlarimiz turishadi. Va operatsiyadan oldin ham bir xil bemorlarimiz xohlaydi bu mehmonxonada turishni. Hozir xonalarni ko'rsatamiz. 2 qavatdan iborat bu mehmonxona. Bir tarafi kirgandan keyin o'ng qo'ldagi xonalar o'rmonzorga qaragan, chap tarafdagilari dengizga qaragan. Ikkinchi qavatdamiz mehmonxonada. Mehmonxona ikkinchi qavatga chiqqanda kichkinagina uskunalarimiz bor, odam o'zini jismoniy tarbiya qilish uchun. Aytganimdek, mehmonxonada dengiz manzarasi bor. Bu yerda ikkinchi etaj momentda mana kiraverish ajoyib qulaylik yaratilgan shifoxonaning bemorlari uchun. Yon atrofda hovlisida joylashgan, juda qulay. Hozir ko'rayotganinglar standartniy xona 2 kishi uchun. Aytganimdek, kirgandan keyin chap qo'ldagi xonalar dengizga qaragan va bu shaklda. Anadolu Titanic'da davom etyapmiz. Bu apartxona Anadolu Titanic'da daraxtzorga qaragan, yotoqxona, divan, kichkinagina vanna. Apartligi bu burchakda oshxonasi bormish. Oshxonasida hozir kichkina video qilib olib ko'rsatib boramiz. Hozir Anadolu Titanic hovlimizda joylashgan mehmonxona orqa tarafidamiz. Bu yerda o'tiradigan mana bu oshxona. Shifoxonagacha 200 qadam. Mana shu yo'ldan orqa tarafdan ham borsa bo'ladi, bu tarafdan ham borsa bo'ladi. U tez yordam beradigan eshigini oldiga boriladi. Bu tarafdan yursa, chap tarafdan yursa, to'g'ri yursa, Anadolu shifoxonasining asosiy binosiga kiramiz. Ketdik. Azizlar, shifoxonaga 4 ta kirish bor. Bu orqa tarafdan mehmonxonadan kelayotgan qismidan kirish yo'li. Asosiy kirish eshiklarini yana batafsil aytib o'tib ketaman. Hozir bu orqa tarafi. Anadolu tarafdan kelgan, Titanic'dan tarafdan kelganda orqa tarafdagi eshikka keldik. O'ng qo'limda oshxona bor.
Bu yerda doktorlar, hamshiralar, xizmatkorlar, shifoxonada ishlaydigan har xil turdagi xizmatchilari ovqatlanishadi, obed qilishadi, ujin qilishadi. Titanikda turgan bemorlarimiz ham bu yerga kelib ovqatlanisha oladi. Chunki Anadolu shifoxonasini maydoni juda katta, 5 gektarga yaqin joy. Tashqariga chiqish unaqa joy qulay emas. Anadolu Titanikda turgan bemorlarimizga nima deb aytamiz? Shifoxonaning oldiga kelinglar, shifoxonaning orqa tarafidagi eshigida kirganinglardagi oshxonasi bor. Oshxonasi bufet turdagi oshxona, tanlasa bo'ladi. Ma'lum bir narsalarni bundan solib beringlar yoki o'zi sovg'asa bo'ladi bemor. Juda arzon, narxi juda qulay bir narxda. Assalomu alaykum hamshaharlarimiz. Biz Turkiyani Anadolu kasalxonadamiz. 6 yildan beri bu yerda xizmat berib bormoqdaman. O'zbekistondan kelayotgan bemorlarimizga turkchadan o'zbekchaga, o'zbekchadan turkchaga tarjimonlarimiz qilamiz. 6 yildan beri ishlayapsiz bu yerda? Ha. 6 yildan beri. Ibrohim 6 yildan beri birga bu yerda Anadoluda men bu yerga o'qishga kelganimda Ibrohim endi boshlayotgandi. To'g'ri. O'zbekiston bemorlarimiz uchun xizmatda Alloh hamma bemorlarimizga shifo bersin. Biz har doim xizmatdamiz. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Shifoxonaning maydonida katta avtoturargoh bor. Mashina qo'yish bizda muammo emas. Bu bir qismi orqa tarafda yana ikkita katta avtoturargoh bor. Shifoxonaning eng asosiy eshigida oldi turib o'ngga qaraganda shifoxona orqa tarafda, o'ng tarafga qaraganda kichkinagina do'koncha bor. Yonida dorixona bor, apteka. Uning yonida sartaroshxona bor. Va juda katta yer maydonda aylanib yursa bo'ladi. Bu shifoxonaning asosiy kirish qismi soat 7 dan ertalab 7 kechki paytgacha ochiq bo'ladi. Bemorlarimiz mehmonxonalardan kelganda mehmonxonalardan tekis mashina beramiz. Borib kelishga bemorlar O'zbekiston Turkiyadaligida davolanayotganda shifoxonada bemor kelib shifoxonaga shu tarzda keladi mashinada. Kelib mashina to'xtaydi. Asosiy ishi deganda asosiy ishidan kirasiz deganda shu ishidan kirib resepsiyonga kelgandan keyin resepsiyon oldida bu odam bilan bola beringlar deb aytsa bola berishadi. Asosiy kirishdan hozir kiramiz va qo'shimcha ma'lumotlarni berish boshlayman. Bu asosiy ishi ana kapı Turkchada har ehtimol qarshi aytib qo'yavering. Ana kapıda kirganimizda asosiy ishidan o'ng qo'lda chemodanlarni saqlaydigan xonamiz bor. U hozir chemodanlarni saqlaydigan xonani ko'rsataman. Hocam, geçmiş olsun. Ne oldu? Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Mana asosiy ishidan kirilgandan keyin men bu kichkina kirishi bor-da, ko'pchilik bemorlar ko'rmay qolishi mumkin. O'shuning uchun bu to'g'risida batafsil o'tib ketay dedim. Shuna kirildi, men bu yerda chemodanlarni saqlaydigan xona bor. Shuna kiriladi, chemodanlarni berib, tanggacha beradi.
o'sha tangachani qaytarib bergandan keyin chemodanlarni qaytarib beradi. Bu nima uchun kerak? Bemorlar bir xilda aeroportdan to'g'ri shifoxonaga keladi. Shifoxonaga kelganda chemodan bilan yurmasligi, qulaylik yaratib berish uchun bu yerda chemodanlarni saqlaydigan xonamiz bor. Mana shifoxonaning ichidamiz. Asosiy kirish yo'liga bu yerda o'ng tarafga, to'g'riga yo'llar bor. Shifoxonada ikkita lift burchagi bor. O'ng tarafda 3 ta lift tarafi bor. Bu yoqda yana 3 ta, bu bemorlar uchun liftlar, tushib chiqadigan bemorlarning uchun liftlar. Mana reception, bemor keldi, mehmonxonadan yoki aeroportdan keldi, resepsiyonga kelib turib, biz odatda turkchada ismlarni yozib beramiz, koordinatorlarimizni. Shu raqamga telefon qilinglar deb aytamiz, qisqa raqamlar bo'ladi va shu resepsiyonda ular berishadi. Ular bergandan keyin kutib turinglar deb aytishi mumkin. Telefonni boshqa tarafida kutadigan joyimiz mana bu. O'ng qo'limda kutadigan joy qilingan bemorlar uchun. Odatda bemorlarimiz bu yerda ham kutishi mumkin, lekin asosiy birinchi martalab kelib kutib turinglar degan bo'lim shifoxonada mana shu yerda. Shu hozir kichkina video qilib ko'rsatib o'tamiz. Anadolu shifoxonasida ikkita kafe bor. Bittasi Starbucks orqamdagi va Columbusdagi kafemiz bor. Bu hammasi 0-qavat. 0-qavat degan tushuncha bor dunyoda. Ground floor deb aytishadi. Ya'ni yerdagi qavat. Yerdagi qavat, mana yerdan kirib kelyapmiz va yerdagi qavatda 0-qavatda shu Starbucks bor bir va o'ng qo'lda burchada Columbus degan kafemiz bor. Ko'rsataman. Koridorda Abdurasulni topib oldim. Abdurasul Anadoluda qancha bo'ldi ishlayotgan? 7 yil bo'ldi. 7 yildan beri ishlaydi. Tarjimon. Hozir bitta bemorimiz bilan ko'rishdik. Eng anaqa chaqqon tarjimon beraman deb aytdingiz. Shularmi deb aytishdi. Abdurasul mashallah tarjimonlik xizmatida 7 yildan beri Anadoluda. Mashallah. Katta rahmat Abdurasul. Bu ikki so'z O'zbekiston bemorlarimiz uchun. Rahmat. Assalomu alaykum. Anadolu klinikasida koordinator bo'lib ishlayman. O'zbekistonga qaraymiz. O'zbekiston bo'yicha ham kasallarimiz juda yo'q, rosa ko'p kelishadi. Переводчи, ya'ni tarjimonlarimiz ham hozir o'rtacha O'zbekiston bo'yicha ham 5-6 kishi bor. Atak общий qarasangiz tarjimonlar soni 150 ga yaqin. Butun mamlakat bo'yicha qaraganda. Kelinglar, xudo xolisa xizmatinglarda bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz hammasiga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Koridorda Malikshani ushladik. Maliksha O'zbekiston bo'yicha eng asosiy odamlardan biri. O'zbekcha, turkcha, inglizcha, ruscha zo'r gapiradi. O'zbekchasiga umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. O'zbek qizi deb aytaman men o'zi. Malikshا, ikki so'z. Tamam. Assalomu alaykum. Ismim Menekşe. Anadolu klinikasi 8 yildan beri ishlayman. O'zbekiston bo'yicha koordinator bo'lib ishlayman. O'zbekistondan kelgan bemorlarimizga yordam berishga harakat qilamiz. Transferlarini, organizatsion masalalarini, klinikadagi hamma organizatsion masalalarini biz organizatsiya qilamiz. Uzr, ozgina hayajonim bor. Akbar aka koridorda meni ushlab oldi. Shuning uchun kutamiz hammani, qo'limizdan kelgancha bemorlarimiz hammasiga yordam berishga harakat qilamiz. Alloh shifo bersin hammaga. Menimcha juda muhim inson. Rahmat katta. Anadolu John Hopkins shifoxonasi bo'yicha tanishishni davom etyapmiz. Kirishlar, eshiklar haqida ma'lumot davom etyapmiz. Hop, bu kirish onkologiya bo'limiga kirish asosiy ishini ko'rsatdik. O'sha eshigida o'ng tarafga parkovkada bo'ylab kelganda yana bitta kirish bor, onkologiya bo'limiga kirish. Asosiy ishida kirganda lobbida to'g'ri o'sha yo'lakdan to'g'ri yurib turib, Columbusga yetmasdan turib o'ng qo'lda. Onkologiya bo'limiga kirish, botdan kirilganda
chap qo'lda kutadigan joy bor. Mana bu to'g'ridagi hamshira o'tib ketyapti. Bu kimyoterapiya bo'limi. O'sha yerda kimyoterapiya quydirmoqchi bo'lsa bemorlar o'sha yerdan kiriladi va mana bu yerda kutadigan maskan bor. Chap tarafda onkologiya bo'limini poliklinikasi, doktorlar bilan ko'rishish, konsultatsiyalar mana shu ishidan kirib konsultatsiya qilinadi. Shifoxona to'g'risida tanishmani davom etyapmiz. Bu 4-ishiga, tez yordam ishiga bu qachon kerak bo'ladi bemorlar uchun? Tez yordamda kelganda, bemor otelde turganda va ertalab operatsiya bo'ladi, sizlar soat 6 da kelinglar deb aytsa, mana shu eshigidan kiradi bemor. Acil deb aytiladi. Tez yordam degani. Bu ishi asosiy shifoxonaning eshigida chap tarafga yurib, apteka, do'kon, sartaroshxonaga qarab yurganda zinacha bor, o'sha zinadan tushgandan keyin o'ng qo'lida bo'ladi. Shifoxonaga qaraganda chap tarafi yon tarafdan kirish bu. Birinchi qavat kirgandan keyin koordinatorlarga kirib, telefon qilib, "Men ajildaman, meni kimdir olib ketsin" desa, 24/7 ishlaydigan tarjimonlarimiz bor. Kelib, boshdan olib ketadi yotqizishga. Yoki tez yordam kerak bo'lsa, bu yerda tez yordam ko'rsatib, keyin davom etiladi. Shifoxonaning tez yordam kirish eshigida o'ng tarafida Anadolu Titanic otelimiz bor. Bu Titanic bo'yicha videoda ko'ra olasizlar va tez yordamni oldida bu yerda vertolyot qo'nadigan maydoncha bor. Shifoxonani tanishma videosini davom etyapmiz. Hop, -1 qavatdamiz. -1 qavatda chap tarafimda tez yordam kirishi. Bu qavatda nimalar bor? Hop, tez yordam, laboratoriyalar bor. Nukleotip qachon kerak? Halqonsimon bez operatsiyasidan keyin ma'lum bir holatlarda radioaktiv moddalar jo'natiladi. Davolanish qismi bu va radiologiya bo'limi bor. Bu nukleotip halqonsimon bezdan tashqari prostata bezida ham ishlatiladi va boshqa bir nechta onkologik bemorlar uchun foydali bo'ladigan joyi bor. Hop, yonimda o'ng tarafimda doktor Marat asli Tataristonlik. Doktor Marat xalqaro bo'limining doktori. Doktor Marat, доброе утро. Как вы? Все хорошо у вас? Спасибо. В двух словах, Да, конечно. кем вы работаете, как вы долго работаете в Анадолу? Я являюсь доктором международного отдела клиники Анадолу. Я работаю в медицинской команде. Наша основная задача состоит в медицинском сопровождении наших пациентов. Когда возникают какие-то вопросы, недопонимания в диагнозе, какая будет стратегия лечения, мы на родном языке объясняем пациенту и таким образом минуем языковой барьер. Также мы присутствуем на медицинских консилиумах и оперативно можем донести до пациента решение консилиума, чтобы он в кратчайшие сроки мог снова навестить доктора и начать, не откладывая, начать лечение свое. Большое спасибо, доктор Марат. Вам хорошего дня. Спасибо огромное, доктор Не Акбар. уставайте. -1 qavatda videoni boshqa qismlarida kirishlarni tushuntirganimda aytib o'tdim. Shifoxonaning asosiy oshxonasi bor. Bu yerda doktorlar, hamshiralar, tozalovchi personal, hamma shu yerda ovqatlanadi, aralashib, hech qanaqa muammo yo'q. Ichida ora-orada pianinoda musiqa chalishadi, jonli. Hozir qisqa ichini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hoş geldiniz. Yaxshi misiniz? Merhaba, Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Direktörüyüm. Toplam 13 kişi çalışıyoruz.
Yılda yaklaşık 15 bin hastaya hizmet veriyoruz. Bizim bölümümüzde hastaların %80'i kanser hastasıdır. Hastalarımızın da büyük bir kısmı yurt dışından bize refere edilen hastalardır. İyi günler dilerim, sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim hocam. Hocam nasılsınız? Biz bulduk. Nasılsınız? Tamam. Shifoxonada hozir gaplashganimiz Hashim Bey edi. Ko'rishganim asosiy mammolog jarrohimizda Uyg'ur xo'ja. Hop, Hashim Bey to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman va patologiya bo'limi -1 etajda biz histologiya degan bir tekshiruv bor. Bu to'qimani nima turdagi saratonligini aniqlaydi va saratonlar bo'yicha qanaqa sifatlarga ega bu saraton hujayrasi. Ularni biz juda ham tez qilamiz. Va hamma shifoxonada Turkiyada o'zini alohida patologiya bo'limi yo'q. Bizda patologiya bo'limimizda misol uchun sut bezi saratoni o'sha kuni yoki ertasi kuni natijasini olamiz. Qanaqa turdagi saraton bezi saratoni, qanaqa sifatlarga ega, u bir kunda yoki yarim kunda chiqadi odatda Anadoluda va katta nufuzga ega, juda katta hurmatga ega patologiya bo'limi Anadolu shifoxonasida. Shifoxonada bank bor, nomi Akbank. Bu bankada bemor naqd pul olib kelgan bo'lsa, depozit qilmoqchi bo'lsa, dollarni liraga aylantirish imkoniyatini yaratilgan va lirada bo'lsa ham kelib depozit qilish kerak deb aytilsa, shu -1 etajda asosiy kirishda kirganda yo'lida kirib, zinadan tushilganda, shuni zinani o'ng tarafida. Hozir shifoxonada yurib turgan holatimizda o'zbekistonlik vatandoshni ko'rib qoldik. Aka ismingizmi? Habibullohxon aka, men aka Akbarxon. Men Anadoluning rasmiy vakiliman. O'zbekiston, Qozog'iston bo'yicha 5 yildan oshiq. Habibullohxon aka, qachon keldingiz? Hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi? Qisqacha. Biz Turkiya davlatining Istanbul shahriga kecha keldik. Anadolu klinikasiga bugun kelib analizlarni topshirib boshladik. Hali natijalarni kutyapmiz. Tarjimon xizmatlarida birorta qiyinchilikga duchor bo'ldingizmi? Hammasi joyidami? Hozircha hech qanaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q. Mehmonxona ham yaqinda, shu yerda Titanik mehmonxonasiga joylashdik. Hozircha hammasi yaxshi. Analizlarni ham javobini yaxshilik bilan chiqishini umid qilamiz. Biz ham umid qilamiz, Allohdan so'rab qolamiz, duo qilib qolamiz. Bemoringlarga Alloh shifo bersin. Rahmat. Hamma ishinglar oson va tez bitishini tilab qolaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Rahmat. -1 etaj. -1 etajda bo'limlarimiz soni bir nechta. Aytganimdek, radiologiya bo'limi -1da. Asosiy ishida kirganda o'ng qo'lga qaraganda 3 ta lift bor. O'sha liftda shunday tushganda o'ng qo'lda radiologiya bo'limimiz bor va boshqa kirishlari ham bor. Asosiy ishidan kirganda to'g'ri yurib turib, zinadan tushilganda oshxonaning oldidan emas, oshxonaga qarama-qarshi tarafga to'g'ri yursa, koridor, mana koridor. O'ng qo'lda keladi MRT, PET-CT'imiz 2024 yangilandi. Sun'iy intellekt qo'shildi. Yangi PET'imiz 2024dan beri bor. PET-CT, MRT, KT, MCKT deb yaxshi ko'rishadi O'zbekistonda gapirishi. UZI hammasi -1 etajda. Patologiya bo'limi, yadерная meditsina, ya'ni nuklear tip hammasi -1da. Hozir radiologiya bo'limiga kirib, radiologiya bo'limimizdagi yutuq va ustun taraflarimizni tushuntirishga harakat qilaman. Anadoluda radiologiya bo'limi sharafi, ustun taraflaridan bittasi onkologiyada qo'llanadigan nur terapiyasining eng oxirgi so'zi bor. MR-Linac degan uskuna bor. Bu MR-Linac, Varian H, tomoterapiya va bir nechta uskunalarimiz hammasi zamonga talab qiladigan eng oxirgi so'zlar radiologiya davolanish yo'nalishida. Radiologiya bo'limimiz hozir radiologiyada aytganimdek UZI, ultratovush, ya'ni MRT, MCKT, PET-CT uskunalarimiz joylashgan. Hammasini hozir qisqa video olamiz, yo fotolarni olib sizlarga havolaga tashlaymiz. Rahmat.
Radiologiya bo'limida kutishxonasi bor, ya'ni bemor kiyimlarini almashtirib, tekshiruvga tayyorlanib o'tirganda kutish kerak bo'lsa, 5-10 minut mana shu yerda kutadigan xonamiz. Bizda ikkita MRT'imiz bor. Ikkalasi 3 Tesla. Hozir bittasini videoga olamiz. Ichkariga kirib to'liq olmaymiz chunki jihoz buziladi. 140 kilogacha MRT'imiz ko'taradi. Bemor vazni 140 kilogacha. Va bitta yaxshi tarafi Anadoldagi MRTni mana bu to'liq yopiq emas va boshi to'xtagan joyida televizor bor. Televizorga qarab yota oladi. Mana bu klaustrofobiya deb aytiladi. Tor joydan qo'rqish bemorlar uchun bizda bu ham qulaylik bor. 3 Tesla. Philips. Hozir minus 1-qavatdamiz. Minus 1-qavatda radiologiya bo'limimizda yana bir qismi intervension radiologiya qismi bor. Intervension radiologiyada bir nechta davolanish uslublari bor. Jigardagi saratonlarga va yurak bo'yicha, qon tomir bo'yicha juda ko'p bir ishlarni qila olamiz Anadoluda. Hozir so'z professor Murat Dokdokka beraman. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hocam İngilizce konuşalım. Bana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Can you please tell me about the IOS certification that we have been accredited many years ago? 5 years ago when I was here with you for training, only 4 or 5 centers was accredited that time. UK, one hospital, in France, one hospital, one in Shanghai, I think. One was in Turkey, Anadolu. Still in Turkey, IOS certification only has Anadolu Medical Center. Can you please shortly describe about IOS certification? What does it mean for the patients, that accreditation? Okay, thank you for asking this question. So, ISO certification refers to the accreditation of the interventional oncology services. So, I'm an interventional radiologist, so most of my routine is occupied by cancer patients. So, I'm mostly dealing with cancer patients. So, I have to supply a standard service for all cancer patients. So, it takes something to have these standards, and probably it was like 7 years ago. We were the first, third accredited hospital in all over the world. We were the third. I mean, now there are like, as far as I see here, checked on the internet, there are like 90 centers accredited or like enrolling for accreditation, so it's like expanding and becoming more popular in all over the world. So the idea here is provide standard and best health services to the cancer patients. Hozir mana doktorga savol berdi. Biz Anadolu shifoxonasi Turkiyada onkologiya, intervension radiologiya bo'yicha yagona shifoxona 5 yil oldin o'qigani kelganda Anadoluga 5 yil oldin men Anadoluda o'qiyotganimda bu son 4 tagina edi atiga. O'shanda ham Anadolu akkreditирован edi. Mana 40 ta sentr ichida Avstraliya, Belgiya, Braziliya, Kolumbiya, boshqa mamlakatlar, Germaniya, Italiya, hammasi asosan Yevropa bilan Amerikada, mana Amerika va bitta dona Turkiyada Anadolu Medical Center Turkiya. Biz 5,5 yildan beri akkreditирован sentr hisoblanamiz. Bu asosan onkologik bemorlarni intervension radiologiyada qilinadigan xizmatlarni
oliy darajada xizmat ko'rsatishli to'g'risida dalili deb tushunsa bo'ladi. I'm just still wondering why I didn't do it so many years ago because I'm working for almost 5.5 years now. Yeah, but yeah, you know, sometimes people are struggling to understand the value of such accreditations. Even in this hospital, I struggled like to explain the people why it's needed, why we have to deal with it, why we have to work for it. So, but at the end of the day, it's all for the patients. Patients just benefit from it. So, True. Hocam, like very shortly, what kind of treatments we can do here in Anadolu Medical Center as an interventional radiology? okay, so we are covering almost all spectrum of interventional radiology here. But as I've told you before, we are mainly focused on the cancer patients. We call it interventional oncology. So we do two types of treatments for the cancer patients. One of them is ablation. Ablation means melting the tumors, and the other is embolization. Embolization means blocking the vessels of the tumor. So it's an angiographic method. So by two of these methods, so we can deal a variety of solid organ tumors without open surgery. We can treat them, we can cure them, so we can extend the survival of the patient. So but we are mostly focused on the interventional oncological procedures here in Anadolu Medical Center. Hocam, is this interventional radiology only for treatment, or we also interventional radiology can be used for biopsy, for specimen taking? Biopsies are a part of our daily procedure, of course, and we all cancer patients start with a biopsy. So biopsy are like kind of a routine, easy procedure for us. So I didn't mention about it. So of course we start with performing the biopsies. Some biopsies are like surgical biopsies. Some biopsies are taken with a bronchoscopy, endoscopy. But most of the patients are diagnosed with the percutaneous interventional radiologic biopsies. What is the most difficult biopsy you have done? What is the part of the human body is the most difficult biopsy procedure? Honestly, I don't have such a classification. For the time being, it should be head because we cannot go penetrate to the skull. So as long as we can navigate through the organs, we can go everywhere. So there's not such a difficult biopsy. There is a difficult patient, or like or like kind of a patient with the morbidities or like systemic disease. So the biopsy itself doesn't make it difficult. Sure, I got you. Thank you so much. How many biopsy you taking per month, approximately, average? Okay, probably it's like over 100, I guess. Over 100. How many years you working as a doctor here in Anadolu? It's like over 20 years. Over 20 years. So it means that in average, if it's per month 20, you said? No. 100 biopsies. So in 1 year, it's 1,200. So if in 20 years, it means 24,000 biopsies you done. Quite a lot of biopsies. Yeah. So doktorimiz bir oyda o'rtacha 100 ta biopsiya qilar ekanlar. 20 yildan beri intervension radiolog bo'lib ishlayaptilar. Taxminan 24 mingta biopsiya olgan ekanlar hayot davomlarida. Maşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkür ederiz. Kusura bakmayın böyle. Zulfiya xonim hozir yonimda. Zulfiya xonim bizda tarjima bo'lib ishlaydilar. Zulfiya xonim, Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Все хорошо у вас? Спасибо большое, все В хорошо. двух словах, коротко, про Анадолу, кем вы работаете, что вы делаете? Здравствуйте еще раз. Я работаю в клинике Анадолу. Работаю уже 4-й год.
в международном отделе, работаю русскоговорящим переводчиком. Мне очень нравится, конечно. Я думаю, мы пациентам тоже стараемся всегда помочь. Касаемо работы... Касаемо работы, Зульфия Ханым очень хороший переводчик у нас. Uzoq yil, 4 yildan beri tarjima bo'lib ishlaydilar. Juda ko'p bemorlarimiz iliq so'zlar bilan ta'riflashadi Zulfiya xonimni. Rahmat xizmatlaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin. Allah sizden de razı olsun. Спасибо большое. Minus birinchi etajdan yer qavatiga o'tdik. Ya'ni nurlinchi qavat. Nurlinchi qavatda shuni asosiy ishga kirganda, o'ng qo'lga yurganda poliklinika bo'limimiz bor. Poliklinika bo'limida neyroxirurg bilan ko'rishmoqchi bo'lsa bemor, o'pka muammolari, jigar, oshqozon, endokrinologiya bo'limi shundoq kirganda o'ng qo'lda poliklinikamiz bor. U yerda kutadigan zona bor. U yerda bemorlar o'tib kutib o'tirishadi va chap tarafida pediatriya, ya'ni bolalar kasalligi bo'yicha poliklinika qismimiz bor. Endi kirgandan keyin asosiy kutish zonasida ichiga kirilib turib chap tarafga yurganda protsedurniy bir kunlik protsedura bo'lim degan nomlangan bo'limimiz bor. Ya'ni biopsiya qilmoqchi bo'lsa yoki nimadir bir kunlik ishli har xil muolajalar bo'lsa, u yerda ham qilinadi. 0-qavatda, ya'ni ground floor, yer qavati deb aytaylik, yer qavatda poliklinikadan tashqari to'rda Kolumbusda, mana shu yo'ldan kirganda o'ng qo'lda burchakda onkologiya bo'limi bor. Onkologiya bo'limi bor, poliklinikalar bor va protsedurniy xonalar bor. Kolumbus bilan Starbucks kafemiz ham 0-etajda, yer qavatida. Hozir onkologiya bo'limiga sizlarni yo'llantiraman. Aytgandek, asosiy yo'ldan kirganda o'ng qo'lda. Yer qavatida to'rda asosiy ishidan kirganda, to'g'ri yurgandan keyin Columbus kafemiz bor. O'sha Columbusdan oldida chapga yursa, bu yerda bemorlar kutadigan bir maskan qilingan, dengiz manzarali, bu yerda bemorlar yaqinlarini operatsiyadan chiqadigan, kutadigan zona. Bu eshik chap qo'ldagi doktor operatsiyadan keyin, amaliyotdan keyin chiqib, bemorlarni bu yerda kutadigan maskanda topib, gaplashib, tarjimon keladi yoniga doktorlar va operatsiya bo'ladigan joydan chiqib, mana bu ko'rib turganinglarning ishidan chiqib, bu yerda hamma ma'lumotlarni beradi. Yer qavatda to'g'ri o'tgandan keyin 4 ta lift bor. O'sha 4 ta liftning oldida 4 ta liftdan bemorlar va yaqinlar shifoxonaga yotqizilgan bemorlarni qo'ygan chiqadigan liftlar bilan. Bu ikkita amikijonlar Anadolu Group deb aytishadi Turkiyada. Anadolu Group'larning asoschilari Izzat Ozilxon va Kamil Yazıcı ikkita amikijonlar mana shu Anadolu Group boshlig'i. Anadolu Group'ga 56 ta o'rtalama kompaniya kiradi. Ularning bittasi Anadolu shifoxonasi, Anadolu John Hopkins shifoxonasi. Onkologiya poliklinikamiz yer qavatida. Kirgandan keyin o'ng qo'lda doktorlarning xususiy xonalari. Ya'ni qanaqa xususiy? U yerda doktor o'zi o'tirib o'qiydigan bo'lsa yoki ishlaydigan bo'lsa, u yerda o'ng tarafdagi xonalarda, o'zlarining nomlangan xonalarda o'tirishadi va chap tarafidagi xonalarda bemorlarni ko'rishadi. Chap tarafda 6 ta xona bor. Onkologiya bo'limida asosan bizda 5 ta professor, 2 ta dotsent ishlaydi. Kimiyoterapiya to'g'rimizdagi bo'limda. Yer qavat. Onkologiya bo'limida kirgandan keyin mana shu protsedurniy xonalar deb aytamiz, doktorlar bemorlarni ko'radigan. Bu yerda katta boshliq qiz bor. Ismi Deyza Hanım. Deyza davleniya o'lchaydi, kilo o'lchaydi, bo'yini o'lchaydi va doktorga kirishdan oldin kerakli bo'lgan mana bir tibbiy muolajalarni bajarib, keyin hozirlangandan keyin bemor bo'ldi, doktor oldiga kirib ketaveringlar deb aytadigan katta boshliq qiz. Merhaba.
Hozir qarshimda to'g'rimda o'tirgan doktor Sinan ustozim, men Anadolu o'qiganimda 2 oy yollarda bemor ko'rganman. Bir ajoyib inson, mashalloh. Yaxshi ko'raman bu odamni. Bemorlarimiz onda ko'p yaxshi ko'rishadi. Doktor Sinan, nasılsınız? Rahmat. Maşallah, o'zbekchami? Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. Hocam, Hoş gelipsiz. rahmat. Maşallah. Maşallah. Hocam, kaç sene oldu Anadolu'da çalışıyorsunuz? 11 yıl oldu. 11 yıldır buradayım. Maşallah. 11 yildan beri Doktor Sinan'ın professor bo'lib ishlaylar. Juda ko'p O'zbekistondagi bemorlarimiz tanishadi Doktor Sinan'ni. Doktor Sinan, O'zbekistonda bemorlarimiz nasıl durumdalar? İyilermi? Beğeniyorlarmı? Özbekistan'dan gelen hastalarımız da diğer hastalarımız gibi onlara en iyi hizmeti, en yüksek kalitede hizmeti vermeye çalışıyoruz. Genel olarak hastalarımızın memnun olduğunu düşünüyoruz. Bize geri dönüşler bu şekilde. Tabii ki her hastalığı tamamen tedavi edebilmek çok mümkün değil ama genellikle iyi sonuçlar aldığımız çok vakamız oldu. Maşallah, teşekkür ederim. 11 yildan beri Anadolu'da ishlayaptilar. Qanaqa hozir O'zbekistondagi bemorlarimiz xursandmi deb so'radim. Xursandlar, chunki bemorlarimizni soni ko'payyapti O'zbekistonda. Umuman olganda yaxshi, sifatli xizmat qilishda maqsad qilingan. Buni mukammal ravishda bajarishga harakat qilyapmiz va bemorlar uchun bu yerda hamma qo'limizdan kelgan ilmimizga qarab yordam berishga tayyor bo'lib ishlab kelyapmiz dedilar. Katta rahmat Doktor Sinan. Özbekistan'dan özellikle hastalığının erken döneminde gelen hastalarımız tedavilerinden oldukça en iyi şekilde faydalanan hastalarımız oluyor. Daha geç dönemde gelen hastalarımıza da elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama erken dönemde gelen hastalarımıza daha fazla yardım edebildiğimizi düşünüyorum. Doktor nima dedilar? Hozir aytdilarki, mana saratonlarda bosqichlar bor. 1, 2, 3, 4 bosqichlar bor. Erken degani bu erta degani. Doktor aytdilarki, Doktor Sinan aytdilarki, erta kelganda bemor kasallikni erta bilib darrov kelganda biz kasallikdan qutulish imkoniyatlarini yaratib bera olamiz. Lekin 4-bosqichdagi saratonga chalingan bemorlarimiz kelganda umrlarini uzaytiramiz va hayot sifatini oshirib berishga harakat qilinadi. U hissidan hissi ertaroq bilgandan keyin tezroq kelishi tavsiya qilinyapti. Hozir professor Volandbek Karagos'ta oldilarida o'tiramiz. Ajoyib doktorlarimizni familiyasi go'zal, chiroyli demoqchiman-da. Karagos, Sinan Kara Aslan. Ajoyib familiyaları chiroyli. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Akbar hoş geldin. Sen Hoş nasılsın? bulduk. İyiyim, çok şükür. Çok güzel. Seni buralarda görmek çok güzel. Teşekkür ederim Çok hocam. güzel. Allah razı Çok olsun. güzel. Sağ olasın. Hocam kaç sene oldu Anadolu'da çalışıyorsunuz? 6. yıl. 6. yıl. 6. yılımı doldurdum. 7. yılın içindeyim ben. 7. yılın içindeyim. Maşallah. Hoca deb Turkiyada doktorlarni, imomlarni, o'qituvchilarni va yosh katta odamlarni ismini bilmasa hojam deb murojaat qilinadi. Hocam professor Bülent Karagos 7 yildan beri Anadolu'da ishlayaptilar. Bemorlarni ko'ryaptilar. Hocam O'zbekistondan hastalar çok mu? Evet, evet. Özbekistan'dan çok hastalarımız oluyor. Sağ olsunlar buraya tedavi için geliyorlar. Tetkiklerini yapıp teşhis koyuluyor. Hatta tedavi için de bile buraya her kemoterapilerine buraya gelip burada gönül rahatlığıyla almak isteyen hastalarımız oluyor. Epey bir hasta popülasyonumuz var. Hocam en çok hasta hangi kanser hastası? Tabii genel olarak bir baktığımız zaman meme kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanserler ilk planda. En çok gördüğümüz tümörler bunlar. Daha az olarak işte diğer sindirim sistemi tümörleri, jinekolojik tümörler, sarkomlar gibi tümörlerde görüyoruz. Professorda so'radim, eng ko'p bemorlar qanaqa turdagi saraton bilan bemorlar keladi deb so'rasam, sut bezi bu tabiiy dunyo bo'yicha eng ko'p sut bezi saratonga xastalangan bemorlar bor. Ular dedilar
akjigar deb o'pka saratonlarini aytiladi va oshqozon ichak sistemasidagi saratonlar bu turdagi saratondagi og'rigan bemorlarning soni eng ko'p dedilar va qo'shimcha ginekologik bemorlar ham yetarlicha afsuski dedilar. Shu turdagi xastaliklarni ko'radigan professor doktor Bülent Karagöz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Seni burada görmek de çok güzel. Teşekkürler. Onkologiya bo'limi bilan tanishishni davom etyapmiz. Hozir yonimda professor doktor Eda Tanrıkulu Şimşek. Tanrıkulu Şimşek. Familiyalar ajoyib. Hamma onkologiya bo'limining familiyasi ajoyib. Chiroyli. Doktor Eda kaç sene oldu hocam? Onkolojide mi ne kadar oldu? Herhalde 15 yıla yakın oldu ya. Bilmiyorum. Ben hep böyle bakıyorum, hatırlıyorum. Yani onkolojide evet. Yani 2012'den beri onkoloji alanında çalışıyorum. Ne kadar oldu? 2026'ya girdiğimizde 14 yıl olmuş. 14 yıldan beri onkologiya sohasida ishlaylar. Anadolu hastanesida bir 4 sene oldu mu? Evet, 4 yılım bitti. 5. yılın içindeyim. Anadolu shifoxonasida 4 yildan beri ishlaylar. Hocam ortalama bir ayda kaç tane hasta görüyorsunuz? Yeni hasta mı, toplam gördüğüm hastalar mı? Yeni hasta. Yeni hasta herhalde 40-50 tane görüyorumdur. Yani bir ayda. Evet, evet. Bir günde kaç tane hasta görüyorsunuz? Bir günde de çok değişiyor ama ortalama 20-25 görüyorum hasta. Yani yeni hasta olarak sorarsan da yeni hasta yani bazı gün oluyor 8-10 tane gördüğümüz oluyor. Bazen 1-2 tane gördüğümüz oluyor. Değişiyor günden güne. Ama ortalama 4-5 gibi düşünebiliriz. Tamam. Bir ayda yeni hasta 40-50. Evet, evet. Toplamda? Toplamda bir ayda işte 50. Haftalık ne kadar? Haftalık 10 ila 15 hasta oluyor haftalık. Günlükte işte dediğim gibi değişiyor. Bazen 7-8 hasta gördüğümüz oluyor. Bazen 1-2 hasta gördüğümüz oluyor. Tamam. Değişiyor yani. Doktorda bir oyda nechta bemor ko'ryapsiz deb so'radim. Bir kunda 20-25 ta bemor ko'ryapman dedilar. Bir oyda 40 ta 50 ta yangi bemor ko'rar ekanlar. Böyle sayıları da hiç iyi tahmin edemem. O'zbekistonda bemorlarimiz asosiy 3 ta doktorimiz bor. Bittasi doktor Eda professor, bittasi doktor Sinan va Bülent Karagöz professori. Shu 3 ta doktorimiz eng asosiy O'zbekistondan keladigan bemorlar uchun mas'ul bo'lgan doktorlar. Hocam, rahmat. Yer qavatida kimyoterapiya bo'limi bor. Kimyoterapiya bo'limida hozir joylashgan turibmiz. Hozir bu tarafda koridor bor va bu tarafda bir koridor bor. Jami 25 ta xona kimyoterapiya bo'limida bor. O'rmonga qaraganda o'ta bemorlarimiz o'tiradigan qulayli bir o'tirib kimyoterapiya oladigan qismlari ham bor. Hozir hamma xonalar bemorlar bilan band ekan. Afsuski xonalarni ichini ko'rsata olmaymiz. Kimyoterapiya bo'limi to'g'risida ma'lumot edi bu. Hozir robotik kimyoterapiyani dorilarni bir-biriga aralashtirib berib va dorilarni tayyor qilib beradigan qismini videoga yoki rasmga olishga harakat qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilinadi. Rahmat. Kimyoterapiya dorilari oddiy dorilar emas, albatta. Qimmatlari bor, qimmatmasi bor, aqlli dorilar bor. Har bir milligram emas, milligramlari juda muhim. Ozan bo'lib ketish kerak emas, qo'pon bo'lib ketish kerak emas. Hop, Anadolu shifoxonasida kimyoterapiya bo'limida turibmiz. Hozir bu yerda avtomatik yarim robotik dorilarni aralashtirib berib va hamma dozalarni to'g'ri hisoblab beradigan jihozlardan qo'llanadi va albatta xavfsizlik choralari ishlanadi. Ko'rib turganingizdek, xodim hozir perchatkalarda, maskalarda, bosh usti kiyimi bor. Ustidan xalat kiyilgan, uni chiqqanda albatta tashlab keyin yengitdan kiyadi. Xolodilniklar bor va dorini vытяжкасы bor. Mana gaz ustida vытяжка bo'ladi-ku, dori aralashtirayotganda zaharlamasin hech kimma deb o'sha dorilar tepaga o'zini alohida tortqich sistemadan o'tib ketadi hidi.
Anadolu Şifahanesi'ne hoş gelipsiz. Anadolu Medisinalık Ortalığı'na hoş geldiniz. Anadolu klinikasi to'g'risida tanishib davom etyapmiz. Bugun ikkinchi kun, kecha hech ulgura olmadik. Qanaqa qattiq harakat qilmasak ham poliklinikalar birinchi emas, yer qavati asosiy ishida kirganda o'ng qo'lda poliklinika qismlarimiz bor dedik. Bu poliklinika qismida boshda tepadan pastga yuraman. Neyroxirurgiya bor, endokrinologiya bor, pulmonologiya bor, gastroenterologiya bor va ortopediya bor. Neyroxirurgiya ham bor. Shu shaklda bu o'ng tarafda, chap tarafda pediatriya. Bolalar xastaligi, kasalliklarini ko'radigan poliklinika qismi. Birinchi qavatdamiz. O'zbekcha ikkinchi qavat, dunyo standartlari bo'yicha birinchi qavat. Xo'p, birinchi qavatda nima bor? Chap tarafimda liftdan shunday chiqqanda o'ng qo'lda, mana hozir chap qo'limda bo'ladi. Lor bor. Quloq, burun, og'iz, tomoq doktori, ortopedlar bor. O'ng tarafimda urologiya, dermatologiya, jarrohlar hammasi bu yerda konsultatsiya qiladigan poliklinikalarimiz bor. Bu birinchi qavat. Liftdan yer qavatidan birinchi qavatga chiqdik. Liftdan chiqqanda sразу o'ng qo'lda, chap qo'lda poliklinika qismlari. Ikkinchi qavatdamiz. Ikkinchi qavatda check-up. Liftdan chiqqanda o'ng qo'lda check-uplarga keladigan bemorlarimiz shu yerda boshlashadi. Azonda och qoringa kelinadi. Check-up programmalarimiz har turliligi bor. Yoshga qaratib qilingan. Yoshga va jinsga asoslanib check-up programmalari teriladi. Bu ikkinchi qavatda. İkinci qavatda Anadolu shifoxonasida kardiologiya bo'limi bor. Kardiologiyaga kelgan bemorlarimiz hammasi mashallah juda xursand qolishgan. Shu yil 5 yil oldin stent qo'ygan bemor keldi. 2020-yilda Covid'da qo'yganlar, bemorimiz yoshlari katta. Kelganlar yana tekshirdik, hammasi joyida ekan, stent joyidamish. Mashallah. Hech bir qo'shimcha qanaqadir jarrohlik yoki stent qo'yish kerak emas ekan 5 yildan keyin ham. Stent joyida zo'r turgan ekan. Ikkinchi qavatda chiqqandan keyin chap tarafda eko bo'limimiz bor. Eko bo'limimizni bemorlar uchun statistikasini ochiq, to'liq, mukammal ravishda yetkazamiz. Yoshga asoslanib bu yoshgacha kelsa ekoga bu foizda homilador bo'lish shansi bor deb ko'rsatiladi. Statistikasini juda bir ochiq ravishda ko'rsatiladi. Homilador bo'lgan bemorlarimiz ham bor, homilador bo'lmagan bemorlarimiz ham bor. Homilador bo'lgan bemorlarimiz orasida 13 yil turmush qurib, farzandsiz bo'lgan bir bemorimiz bor. Bemor hisoblanmaydi, eko uchun kelgan, oila kelgan. Egizak tug'ishdi 13 yildagi. Yosh kattalangan sari ekoda homilador bo'lish shansi kamayadi. Eko bo'limiz yana bir tarafi ma'lum bemorlarda kimyoterapiya qilgandan keyin hayzi to'xtaydi yoki erkaklarda urug'i qurib qolishi mumkin. Shuning uchun urug'ini erkaklarda, ayollarda yetsikletkasini olib muzlatib qo'yadigan imkoniyatimiz bor. O'zbekistondan kelgan bemorlar va boshqa dunyoning burchagidan kelgan bemorlar uchun shu xizmatlarimiz bor bu yerda. Eko homilador bo'lish uchun ishlatiladi va urug'larni olib qo'yib qachondadir homilador bo'lish uchun ishlatiladi. Urug'i qurib qolgan yoki yetsikletkasi qurib qolgan onkologiyada quturilib tuzalib ketgan bemorlar uchun.
Hocam merhaba. Merhaba. Özbekistan'dan hastalarımız sık geliyor mu? Nasıl? Olumlu yanıtlar alıyor muyuz? Onunla ilgili kısaca bir bilgi paylaşabilir misiniz? Evet, Özbekistan'dan Ebru Hanım, klinikaga kelgan O'zbekistondan ko'p bemorlarimiz bor, hammasi yaxshi natija bergan. Oxirgi masalan kelgan bemorimiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketay dedi. U bemorimiz bir necha yil oldin kelgan. Eko uchun bizga eko pozitiv rezultat bergan. Eko qilishdan oldin, IVF qilishdan oldin embrionlarimizni biz genetik test qilganmiz. Keyin undan keyin pozitiv rezultat olganmiz. Hozir 3 yoshda qizalog'i bor. Keyin yana bu yil yana lecheniya uchun kelishdi. Hammasi yaxshi, pozitiv rezultat oldik. Hozir homiladorligi bor. Biz markazimizda hamma IVF eko bo'yicha hamma protseduralarni qilamiz, genetik testlar, kerakli hamma analizlarni bemorlarimiz kelgandan keyin klinikamizda, markazimizda qilamiz. IVF markazida, eko markazida muhim bo'lgan narsa bu vrach bilan embriolog orasidagi gaplashish. Biz hamma narsani, hamma xirurgicheskiy protseduralarni, hamma protseduralarni klinikamizda, ya'ni eko markazimizda, bizni klinikada, отделениеda qilamiz. Bemorlarimizga kelganda hamma narsani organizatsiyasini международный отделimiz bor. Ularni turish joyigacha, transferlarigacha maksimum darajada sharoitlarni yaratib berishga harakat qilishadi. Tabii ki isteriz. Anadolu Hematoloji Kliniğine hoş geldiniz. Ben Doktor Zafer Gülbaş. Maşallah. Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Bugün çok şükür iyiyiz. Her şey yolunda. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Hazır karşımda Anadolu Şifoxonasini faxri, Türkiye'nin faxri doktor professor Zafer Gulbaş. Bu Onkogematologiya institutini, Anadolu'dagi Onkogematologiya institutini direktorlari. Türkiye'de ilik ko'chirish proseduralarini asoschilari. Nechta bemorlarimiz Anadoluga kelib ilik ko'chirildi, qon saratonlarida qilinadigan bu ishlar. Juda ko'pchilik mamnun hocamizdan. Allah razı olsun. Ölümler hamisha ziyoda bo'lsin. Hocam şimdi sorular vereceğim. Peki. Hocam siz ne zaman Anadolu'da çalışıp başladınız? Evet, ben Anadolu Sağlık Merkezi'nde çalışmaya 2008'de başladık. 2010'dan itibaren tam gün olarak çalışıyorum. 2008'den sonra yarım gün 2 yıl, sonra tam gün çalışmaya başladım. 2010'dan bu yana Anadolu Sağlık Merkezi'ndeyim. 2008'den boshlab Anadolu'dalar, orada Amerikaga borib ishladilar, keldilar. Professorimiz Andy Anderson, Kanadada katta klinikalarda, New Yorkda, Palestinada ishlagan katta doktorlar. Hocam toplam kaç tane ilik transferini sayısı var, siz de biliyor musunuz? Biz yaklaşma 4000'in üzerinde nakil yaptık burada. Bunun 2200 kadarı otolog nakil, 1800 de allojenik nakildir. Allojenik nakillerin 1/3'ü kardeşten nakildir. 1/3'ü akraba dışı nakildir. 1/3 de haplonakil. Yani 1/3 şeklindedir. Dolayısıyla biz 500'ün üzerinde haplonakil yaptık. Akraba dışı nakil 700-800'e yakın yaptık. HLA eş nakil yine 700-800 civarında yaptık. Otolog nakilde 1600-1700 civarında yaptık. Biz 2 yıl ben yarı zamanlı burada çalışıyorum. Nedeni burada kemik nakli ünitesinin nasıl bir planda olsun, nasıl yapılsın diye planını çizdik, binayı yaptık. O nedenle belli bir zaman aldı. Baştan itibaren kemik nakli merkezi gibi binayı planı çizildi ve yapıldı. Türkiye'de bir ilk örnektir tüm Türkiye'ye buranın nakil merkezinin dizaynı yapılması. İlk. Diğerleri vardı ama örnek olarak
bir kemik iliği nakli ünitesi nasıl olmalının ilk örneğidir. Komple, full yeri var. Aha. Bu ma'lumotlarni man berdilar. Men so'radim. Hurmatli doktor, qancha ilik ko'chirish operatsiyasi bo'ldi deb so'radim. Operatsiya bo'lmaydi, yo'q. Endi operatsiya deb aytiladi ma'lum bir holatlarda. O'zbekistonda tushunchalar shunaqa. Hop, ilik ko'chirilgan soni 4 mingtadan oshiq ekan professorimizda. Bundan 2200 tasi autologichniy ilik ko'chirish, bu odam o'zidan o'ziga ko'chiriladi va bir 2200 tasi 2000 dan yaqini allogenik, 2000 o'sha 2000 ichida 700 tasi oka ukadan, ya'ni jigarlaridan berilgan, 700 tasi yaqinlaridan olingan va bir taxminan 700 tasi gaploidichniy transplantatsiya deb aytiladi. U umuman yot odamdan bo'ladi. Ya'ni qarindosh yoki full match, half match degan tushunchalar bor ilik ko'chirishda, u o'sha half matchlari. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Özbekistan'a selamlar, sevgiler. Teşekkürler. ...2026 yanvar oyini 5-6 kunlarida Anadolu Turistda to'liq tanishish videosini qildik. Nimaga oldinroq qilmagan ekanman deb rosa o'zimdan hayron bo'ldim. 5,5 yil bo'ldi Anadoluga uchun ishlayapman. Katta sondagi bemorlar keldi, ketdi. Alhamdulillah juda ko'pchilik duo qiladi. Tanishma videosini bugun tugatyapmiz. Alhamdulillah hammasiga ulgurdik deb o'ylayman. Ma'lum bir yoritib bera olmagan qismlarimni savollar bo'lsa, videoda kelgan albatta telefon qilib so'rasanglar, to'liq ma'lumot yana beriladi. Shifoxona, bo'limlar, qaysi qavatda nimalar joylashgani to'g'risida umumiy ma'lumot berishga harakat qildi, bemor chalg'imasin deya. O'zbekistonlik hamma musulmonlarga, O'zbekistondagilarga, Qozog'istondagilarga va butun turk millatlariga sog'lomlik, sihatli tilab qolaman. Kasal bo'lishmasin hech kim. Endi kasal bo'lganda, sababini qidirilganda Anadolu shifoxonasida mukammal shifo topsa bo'ladi inshaalloh. Rahmat qildi.